Boy. Oh. 10 kilo yem tashisangiz, primenda 10 kilo tashisangiz 20 kilo bo'ladi. Javob. Baravarga ko'tarildi. 100 ming so'm pul qolsa 800 ming bor. Yem hasharga chiqib ketsin, to'g'rimi? 2 million so'mdan sof foyda bo'ladi. Bo'lib ketmaylar deb turib, o'rtag'imni qo'rasiga kelganmiz. Qo'chqonlarni baqilayotgan qo'chqonlar bor, takda qo'yib qo'yib, hayla daromad qilsa bo'ladi. Qo'ziydimi kichkina. Qilib boqaman degan akalarimizga maxsus video bo'ladi. Akalar, hafta kun Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli Yashar obunachilarimiz. Azamjon menga ko'proq qo'y boqish usullaridan chiqaring degan akalamizga maxsus video bo'ladi. Akalar, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishloq, o'sha mashhur arzon cho'ptimchilar qishlog'idamiz. Xudo xolsa like'da tirs bosib tursalar, mana shunaqa uy sharoitida bir 20-30 ta qo'y chiqarim bor. Qanaqa bugun payshanba 2025-yil 17-aprel. Xudo xolasa o'sha uy sharoitida qanaqa qilib qo'y chiqarib baqaman degan akalarimizga maxsus video bo'ladi. Akalar, videoni oxirigacha ko'rasizlar, qaytadir foydali bo'lib qolishi mumkin. Like-ni tirs bosib qo'yasizlar. O'sha mashhur, o'sha Boburjon ukamizni nima deydi? Ma'lumotlar beradilar, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Azamboy. Ey, Boburjon, nima yo'q ketdingiz? Qo'y boqishlarni juda ko'p chiqib turardingiz. Endi Azamboy, obunachilarga ma'lumot bering. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, charchamasdan. Xudo xolasa bugun o'zgacha deydi, o'zgacha video bo'ladi mana. Qo'y baqish haqida. Xo'p. Endi o'zimni qo'ramda Azamboy qo'y va oldi sotdi bo'lyapti-da. Oldi sot juda ko'p harda kelganlar ham bilishadi. Boqilganim yo'q, to'g'rimi? Xo'p. Kelayotganlar ham juda ko'p obunachilarimiz kelyapti. Juda ko'p kishilar kelishyapti. Qo'y baqilganimiz yo'q, endi shu yo'q sotiladigan qo'chqalar. Video tashladik-a. Xo'p. 15 ming 20 ming prosmotr yig'adi, to'g'rimi? Endi o'sha qo'chqonlar qanchadan olingandi, necha oy bo'ldi, nech pullik bo'ldi, shularning ma'lumotlarini berib foydalandi. Endi qancha necha oyda qancha foyda qiladi, daromad qilish, shunday. Xudo xolasa hisoblab ko'rsatib beriladi. Azamboy, sehrli qozon. Sehrli qozonni bolasi, sal kichikroq. Buni qarang akalar, qaynashini. Bu Boburjon o'zinikini o'zi pishirar ekan-da. Men aytaman, videoda, to'g'rimi? Mana buni o'zini o'zi boqaveradi. Buni qarang, ko'rsating. Qo'ydi qiya, hamma bilishadi, to'g'rimi? O ichkarini ham ko'ryapsizmi? To'la. Endi mana qaynatish, mana buni qozonga yemni tashalgan, suvni tashaganmiz, ichiga o'sha qiyini tashab, mana o'zi yonaveradi, odam shart emas. Ichiga soqqansiz tutab, mana qaynayaptimi? O'zi qaynayap mana. Qaynab. Videoni chalg'itmasdan, sekin hali qimillatmasdan olsangiz yaxshi chiqadi. Hop, mana tashab qo'yiladi, Azamboy bo'ldi. O'zi qaynab pishaveradi. O'zini o'zi boqaveradi. Bu qishiga uyga yaqsa ham bo'laveradi. Buni yoz bilan to'plab borsangiz, yozda ham yaqlaveradi, qishda ham, uyga ham, buni yemga ham. Qishda g'amini yozda yeb qo'ydi, mana qani aytadi, to'g'ri aytilmaydi, shunday. Qishda g'amini yozda yeb qo'ygan deb mashalaydi, mana uyda yaqsa, pechga yaqsa ham bo'laveradi. Mana akalar, yonishiga bitta baho bering, yonishi o'zi sekin yonadi. Azamboy, bu yonib buzullab yonmaydi. Lekin hozir issiqligini ko'ryapsa, yaqinlashib bo'lmaydigan darajada. Buni qozonni ustini qarang, qaynashini. Mana bu olov shart emas. Qaynashi zo'r. Bu Boburjon hali yana toshib ketadi ancha. Endi ko'tarilyapti-da, yaqinda qaynadi. Yaqinda akalar, bu endi mashitadan bo'lgan, bu hali yana ancha toshib ketadi bu. Bu azarlarga ko'tariladi. Bekarga sehrli qozon demayman. Bekarga qara nima deydi? Qo'yga ham endi semirtirishga mana. Qo'yga ham, molga ham. Men o'zim uyda 2 dona molim bor. Obunachilarni juda ko'pi bilishadi. Videolar ham chiqqanda, to'g'rimi? Chiqqan. Qo'yga ham, molga ham. Buni qaynatib berilsa, qurug'ini bersangiz, bir 4 oy baqsangiz, bunda qaynatib bersangiz 2 oy yetadi. 2,5 bag'i yetadi. 2 oy, bor 3 oy deng. 3 oydaylik, Lekin baravarga foyda qilasiz. Ham yemda 10 kilo qaynasangiz, 20 kilo bo'ladi. Baravarmi? Faqat plyus tomonga yuradi-da. Faqat plyus tomonga yuradi. Yutasiz, mablag' tomondan ham yutasiz. To'g'ri gap, kelar mana. Yutgan qo'ylarni ko'rsangiz, hozir ko'rsatamiz Azamboy. Uni qarang, ship Makka o'zlariga olib, qanchadan olingan, qancha daromad qilish, hammasi ma'lumotni berasiz-da. Beramiz, xudo xolasa. Oxirigacha ko'rib, xudo xolasa like-ni bosib, kommentariyaga qaytadir foydasi bo'lib qolishi mumkin-da. Gaziga bosinglar deb turishsa Azamboy. Xo'p. Yana ham yaxshi bo'ladi, videolarni o'sha xudo xolasa yaxshilarni olib chiqishga harakat qilamiz. Boburjon, katta ham qo'y baqilyapti yana bayda.
O'kay. Azamboy. O, Jayda qizig'i yo'q-da. jayda qizig'i yo'q. Jayini To'g'ri gap. Ovqatini yeb tursa bo'ldi. Ovqatini yeb tursa bo'ldi. Tovuqlarni ham yo'qotib qo'y qamaldi. To'g'rilar ham shu qo'y barakada, to'g'ri gap. Baraka. Qo'y barakaga to'g'rilarni ham mana akalar kichkina qo'ycha. mana akalar kichkina bo'lib qo'y bo'lib qoldi. Mana qarang. Somonni ham yo'raganda bular somonni tashlab qo'yibdi. Bu hashakni qandaqaligi muhim emas. Muhim emas. Muhimi yem. Yem. Muhimi yem. Qachon berilar ekan? Boburjon ikki o'layin bir ma'lumotni bering, chaqiring buni oshnangizni. Azamboy, ha, ovqatda mana ertalab yemini tashlaysiz. Birinchi hashagini tashlaysiz, undan keyin yemini. Kechqurun ham shu. Juda ko'paytib o'taman, 2 mahal qaraladi. Qanaqa nima qilib berilar ekan? O'sha bir oshnangiz bilan chaqiring, mana shu oshnangizni bir ikki o'layin birga yem bering. Ertalab azamboy hashagini tashlanadi. Endi qandaqa hashak bo'lsa ham, nomi muhim emas. Nomi muhim emas. Ha. Bu ko'yniga tegmasinga, yem ko'yniga tegmasinga hashak tashlanadi. Ha. Hashagini tashlab, undan keyin yemini beriladi va 24 soat suv uzilmay turish. Suv tursa bo'laveradi. Bu endi issiqda mana akalar kunim issiq. Kunam issiq, suv ichiladi-da. Suv ichiladi, to'g'ri ichadi, suv ichadi. Hop. Qo'yga 2 mahal qaraladi. Ertalab kechqurun bo'ldi. Bitta nima beriladi? Bitta turib yotadi, suvini ichadi. Yotadi, suvini ichadi. Jamin oladi. Xudo xolasa oshlamaydi, o'zlari hozir chiqishga uyonlashkilik. Rosa aytdingiz o'z-o'zam. Ha. Mana Azamboy qo'ra qurilyapti ekan yana. Xudo xolasa. Shu siz havas qilib sog'lib boqqan ya. Ha, ha. Buni kengaytiryapti. Sekin o'sish bor. O'sish bor. Mana buni qo'ra deydi qo'ylar, ha. Hop. Tashqariga katakka qamabdilar. Tashakki qama, sekin endi. Bag'ini o'sish bor, safini kengaytirib, mana qo'ra tushib. Bu tomon mana yo'lak, ag'i. Yo'lak. Va bitganda ham chiqaramiz, xudo xolasa. Bitganda ham chiqaramiz va yo'lak bag'i sovliq boqaman deyapti. Sovliq boqqan akalar. Mana ag'i sovliqqa yetadi. Chiqarib sovlig'i farqi yo'q. Qo'rata, muhimi. Mana yuradigan yo'li necha metr mana shu necha chiqardi mana shu. 1 metr, 1 mana shu yurgan yo'li. Endi hashak solib xotirjam qarab ketilaveradi-da. 1.20 ha. 1.10, 1.20. Mana shu yo'lak bemalol yetadi. Shin yozin ustuni yopiladi, baribir yo'lak shart. Shart. Bemalol. Men o'zimni qurulandi deb ko'rgansiz. Shunda, mana shunday. Endi sekin Holatga qarab, sekin o'sish bor. Xudo o'sish bor. Sapini kengaytiryapti-yu. To'g'rimi? Qo'y barakata, sekin kengayveradi. Qo'y baraka. Mana hozir tashqariga chiqishni boshlabdi. Endi kengayib, bag'ini ham Xudo xolasa iloyib, mana kuziga qo'ylar to'lib borib, uylari to'lib toshaversin. To'g'ri. Xudo xolasa qo'y baraka. Qo'y baraka deb mana akalar mana shunday kattagilarda qo'y bog'i. Endi sekin aqal sal kattaroqlar bor ekan. Katta qo'ylarni. Mana akalar molxona deydi-yu. Azamboy. Voy Boburjon. Ikki oy oldin video qilsa, Qo'ziyda o'sha obunachilar ham bilan qo'y katta ketibdi. Bular jonivorlar qarang. Uni odamga ham dey qarang, bemalol buni qarang. Tushaman deyapti. ham bo'laveradigan variantidan. Qo'yga qo'sh. Zoti bor, qirg'izdan tushirganmiz qo'ylar. To'g'ri, zoti bor. Kelganman qo'ylar. Zoti bor. Qirg'izdan tushirilgan. Qarang, qo'ylarni qarang. Qo'yga qo'ysa ham bo'laveradi. O'zingizni qayerdan olib keldingiz bular? Qirg'iziston qayerdan? Qirg'iziston Bishkekdan. Bishkekdan akalar qo'ydim. Uzun ekanda shunisiga so'rayapman. 5 yerdagi shunaqa uzun bo'ladi-da. Oxirida ko'rsangiz ham bu 9tasini sotamiz ham deyishyapti. Tashqariga olib chiqib ko'rsataman. Narxini ham xudo xolasa qulay qilib beramiz. Deqqan, xudo xolasa. Deqqanni qo'l. Birinchi qo'l. To'g'ri, ha. Birinchi qo'l akalar deqqanni olamiz degan akalarimizga mana. Mana xudo xolasa 10 ta ekan-a. 10 dona. Mana bag'ida qora variantidan zam. Qora o'zi oq sariq ajratib qo'yilgan ekanda. Qora yaltirab. Qora variantida yaltirab ketdi qo'ylar qarab. Hozir necha oy bo'ldi kelganiga? Primenda? 4 oy, 4,5 oy. 4 oy, 4,5 oy. Olinganda qancha edi? Meni endi hayolimdan esimdan chiqib ketgan. Narximi? Ha. Hammasi quyuq suyug'im 20. Nazam mana 2 million 200 mingdan olingan. 4 oy, 4,5 oy 4 oy, atrofida bo'ldi. 4,5 oy baqabdi. 4 oy, 4,5 oy. Azamboy. Hop. To'g'rimi? Hozir mana shu qo'ylarni bir 5 million atrofida oladi. Shunday 5 million uni zotlarini dollarlik qo'ylardan baragan shkilon unda garborlar, garbonos. Ular qarang, garbon. 5 million atrofida. Shunday. Bu degani 3 millionga 2 million 800. To'g'ri gap. Endi bag'ida qorasidan 9 tani olib chiqib, 9 deydingizmi? 9 tani olib chiqib video qilib, narxini ham eshitasiz, bor-ku. Deqqancha narx bo'ladi. Haqiqatan deqqancha. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'lmasa o'sha bir haligi qilaylik, men bo'lsam boshlaylik o'sha qo'chqorlar olib chiqamizmi? Qo'chqorlar olib chiqamiz. Yana Azamboy ma'lumotlar kerak bo'lsa, yem hashak o'sha boqish haqida daromadi rostmi, yolg'on
ekranga nomer qo'yasiz, bemalol telefon qilib ma'lumotlarni olishlari mumkin. Xotirjam. Bemalol. Mana akalar bemalol xotirjam O'chirib tursangiz chiqarib ko'rsatamiz, tamam. Mana akalar o'sha sotiladigan qo'chqorlar, shu yem deb qarang, tushmay tursin. Zamboy. O Boburjon. qarang, bular eski Ay qo'chqorlar. jonivorlar, qo'chqorlar qarang. Qurbonlikka zo'r bo'ladi. Qurbonlikka ham bo'lar degan variantidan so'ragan akalarimiz. Qulog'i Boburjon ko'piniki butun ekan shirga qurbonlikka bo'lar degan uzun qo'chqorlar ekan lekin. Akalar, mana qarang, yem deb haqiqatda o'zi boqiladigan g'asa boqish paytiga endi yetib kelgan ekan Boburjon. Chiroyli qilib baqib qurbonlikka xudo xolasa yaraydigan qo'chqorlar. Pulini ham Mana Zamboy. akalar. Arzon variantida xudo xolasa arzon qilib qo'yganlar. Bular tish buzmagan ya endi tish buzamiki? Buzmagana? Hit. Qarang, mana bir yerda turib yem yeb turgan qo'y, aynan o'ynab, ashuna qiladi deydi. Buni qarang. Mana. Tashqariga chiqmaganda. Tashqariga chiqmagan. Yem haligi bemalol yeb ichishi zo'r. Yeb ichishida umuman aybi nuqsoni yo'q. Xotirjam. Mana akalar. Tish buzmagan dedi Boburjon bular. Azam bu tish buzmagan. Hay jonivorlar zushini qarang. Necha oylik bo'pti bular? 8-9 oylik. 8-9 oylik atrofdagi qo'zi qo'chqorlar. Boradida qurbonlar aytiladi. 10 oylikka boradi. Boburjon bo'ldi haligi. Buni o'zi ko'p maqtashni ham kerak, narxida deyapti. Tamam, biz deqqanda bu nima edi? Tas deqqanda deqqon olib qo'yda qilsa, zo'r bo'ladi deydi. Bunda yangi bir 2-3 oylik yo bir 4 oy 5 oylik qo'zini ham 3 million, 3,5 million qo'yib yuborishyapti. Bular bir 8-9 oylik qo'chqorlar zamon. Hop. Narxini 3,5 million so'mdan berilaveradi. Yo 3,5 emas, ichidan o'tib bering. Ishonor, yo siz eshittiring. Bar shu belgi barra qo'zni ham xushlab qo'ylar. Siz eshittiring. Jicha hayda qo'ying, bu eski qo'chqorda og'a odam xursand bo'lib baraka topadigan narx bo'ldi, to'g'ri. Narxi endi arzon olingan, uyda boqilgan Azamboy bu uchun arzonda, dehqon uchun arzon. To'g'ri, aka, dehqon uchun mana shu qo'ylar 4 million, 200 ming atrofida sotilayotgan qo'chqorlar o'zimda qarang, surishtiring deydi. Ey Boburjon. Yomon hurka akana Boburjon bular. Azamboy, ha, suzishaman deyapti. Jonivorlar. Boburjon chahay bobda o'sha dehqon. O, telefon qarang, 3,5 million so'mdan ayrini qilib beraveramiz. qanchadan hayra qilib berasiz? Mana shu YouTube'da o'z mashina o'ting bo'ldi. Azamboy. Bo'pti, endi bu biz savdodaga qo'ymas. Hop. 3 million 400 ming so'mdan bersin. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsa. 9 ta akalar bir joyga 3 million 400 ming so'mdan, lekin shoshiling. Donaga oladigan ham telefon qilishaversa. Kelishilgan holatda akalar sotiladi. Bemalol aloqa chiqaring. Qo'chqorlarga ashi yem deb o'zgarayotgan variant. Endi o'zgarish yetib kelgan ekan, prosta pul kerak bo'lib qolib sotilyapti, deyishyapti. Lekin shoshilinglar akalar, yo'qmasam akalar. Bugunga shular Boburjon. Bugunga shular Zamboy. Bugunga shular. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda bittadan like, kommentariyaga bolalar otalaringga rahmat. Havas qildim degani bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsin. Bo'ldi, gap yo'q Boburjon. Xudo xolisa sizga ham sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tamam.